Xo'p, do'stlar, hammaga xayrli kun. Ko'p kunlardan beri, kunmi, oymi, juda ko'p vaqtdan beri vlogimni yuritmayotgandim. Mana endi xudo xolsa yangiliklar bilan boshlayapmiz. Ofisimni ko'chirdim. Mana shu yerda endi ofisim bo'ladi. Uyimga yaqin, mana uyim, ofisim. Xo'sh, ofisda hozir jarayon ketyapti. Mana Samandar akamiz, bizni adash. Samandar aka, Assalomu alaykum. qandaysiz? Birodarlar. Mana bir o'zlari xudo xolsa mehnat qilib mana shu yerni bitkazib beryaptilar. Yuvelirniy ishlar qolgan. Oxirlari. Samandar aka, yaxshi bo'lyaptimi ishlar? To'g'risi yaqinda bitadi. Yaqinda bitadi, уже bir oydan oshdi. Mana shuni noldan ko'tarib berdilar. Mana shu joyimizni. Bu katta joy, mana ichkari hozir kirib korotka obzor qilamiz. Bu ofisimizning birinchi qismi. Klientlarni mana shu yerda kutib olib, xudo xolsa akam ishlayapti montaj jarayonida. Mana shunaqa televizor oldik, 55 lik. Samsung LG emas, lekin TCL yaxshi bu ham 4K oladi. Bu yerda hammomchasi Aristondan mana dush. Hozircha narsalar joyida emas. Nimagaki mana shu yerda ikkinchi mana bu joyi hali bitmadi. Asosiy joyi bu nima deb so'rasangiz, bu xudo xolsa podkastning studiya bo'ladi. Katta mana shunaqa joy. Krugovoy fonlar qilaman deyapman. Mana yerda xudo xolsa kichkina tualetchasi bo'ladi. Unitas, mana yerda rakvinachasi. Hali qurilish boryapti. Yana bir qismi bor, koridori. Koridori ham uzun. Bu yerda ham plan bor. Mana bu burchakka xudo xolsa stilaj qilib, ana bizani kim bilsa Mishka xizmatlarimiz bor, animator Farhodovich Kids. Mana shu yerda teraman boshlarini. Xudo xolsa mana shu yer kichik bo'limi bo'ladi. Farhodovich Kids. Bu yer podkast studio, mana bu yer ofis. Ofisda montaj jarayonida ketyapti. Bu akamning kompyuteri, bu meniki. Shu yerdan ishlaymiz. Mana montajlarni hammasini topshiryapman yangi yilgacha. Xudo xolsa nol bo'ladi. Shtativlarim hozir remont qilayotgandim. Ko'pi уже sezonning oxiri juda charchagan. Bu meni kameralarim. Canon 6D Mark II, Sony 6D ni o'zi bor. Roninlarim bor mana. Wi-Fi, svetlar, obyektivlarim. Shu o'ziga xos, o'zimga mos qilib tanlagan narsalarni. Yomon emas, yoqadi o'zimga. Bu hozir shu ramka iste'molchilar burchagi bularni mana shu devorlarga taqamiz. Mana yerga doimo qonuniy ishlash kerak. Mana biz ham xudo xolsa 1 yildan buyon qonuniy YTT ochganmiz. Yakka tartibdagi tadbirkor. Shu naloglarni to'lab yorug' yuz bilan ishlaysiz-da, biron joyda ishlasangiz ham. Xo'sh, mana yerda dokumentimiz bor. Mana. Akamning nomiga guvohnoma. Ochgan biz. Kitoblarim ko'p edi. Hozir ko'pini do'stlar olib borgan, olib kelish kerak. Shu qisqacha obzor. Hali bu yer bitadi, bitgandan keyin ham xudo xolsa qo'yaman full versiya. Qanaqa bo'ldi, qanaqa ochdik, necha pul ketdi, hamma narsasini to'lig'icha qo'yaman.
Kimgadir shu vlogim manfaatli bo'ladi degan umiddaman. Farhodovich studioga, Farhodovich vlogga obuna bo'lib qolinglar. Xudo xolsa linklar pastda bo'ladi va qiziqlar hali oldinda. Ciao.